Assalomu alaykum hammaga. Bir necha yil muqaddam YouTube'da kivi mevalarini yetishtirish videosini ko'rib qolib, shaxsan menda qiziqish uyg'ondi va kivi ko'chatlarini xarid qilib xonadonimga ekdim. Ming afsuski, ekkan kivi ko'chatlarimdan faqat bir tupi rivojlanib o'sdi, qolgani nobud bo'ldi. Endi bu ko'chat ham har yili erta bahorda ko'karib 2-3 metrga o'sadi, lekin keyingi bahordan qurib qoladi. Endi xuddi uzumni bolg'ariq qilgan singari kivi ko'chatlarini ham bolg'ariq qilib ko'paytirishni maqsad qildim. Uzum tuplarini ko'paytirgan singari kivini ham mana shu tartibda ariqcha ochib olib, faqat kurtaglagan qismini qoldirib, qolgan qismini ko'mib chiqdim. Bu qanchalik to'g'ri, qanchalik foydali, buni kelgusi videolar davomida kuzatib borishingiz mumkin. Obuna bo'ling, like bosing. Keyingi videolar yanada qiziqarli hamda manfaatli bo'ladi. Barchangizga e'tibor uchun rahmat.